videoda pauza qilishga majbur bo'ldim. Hop do'stlar, bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni sotib yuboramiz. Bizga kerak emas bo'lgan futbolchilar rostdan chiqib qolgan ekan, shuni sotib yuboramiz. Mana bu yerda sariq kartali bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni ham sotib yuboryapman. Hop, mana bu yerda biz bu yerda hozir fitnessga sotib yuboramiz. Hop do'stlar, mana bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni sotib yubordik. Endi kuchaytirishlarni ham boshlasak bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bizga Ronaldo, Lewandowski va Hollandga asosan tushgan yaxshi. Qolgan futbolchilarni keyinchalik kuchaytirsa ham bo'laveradi. Demak, fitness kuchaytirgich berayotgan edik. Va Hollandning tezligi tushdi. Yaxshi bu. Bu yana bir fitness. Bu Bukayo Sakaning tezlanishiga tushmoqda. Ajoyib 88 bo'ldi. Endi texnika bir ko'ramiz to'rtda. Hop, Lewandowskining pas darajasiga tushdi. Yaxshi. Koksu. Bukayo Sakaning pas darajasi 89 bo'ldi. Ajoyib futbolchi Bukayo Saka. Arsenalning ajoyib o'ng qanot hujumchilaridan Alabaga tushdi yana. Asosan Alabaga tushmoqda kuchaytirgichlarimiz. Hop, fitness beramiz endi. Yana Bukayo Sakaning STR darajasiga tushyapti. Texnika dey. Luis Diazning tushdi. Endi yana bir fitness bersak. Robert Lewandowskining kuch darajasi 91 bo'ldi. Yo 91. Texnika beramiz endi. Robert Lewandowskiga yana pas darajasiga tushibdi. Fitness bersak, Cristiano Ronaldoning top nazoratiga tushmoqda. Hop do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, bundan qiziqarli videolar hali oldinda. Hali bu akkauntni full holatga keltiramiz birgalikda. Albatta buni obunachilarimizdan biri YouTube olish mumkin. Albatta Telegram kanal hozir yuritishga harakat qilaman. Yuritsam, shunda unga ham obuna bo'lasizlar va unda ham shartlar, o'yinlar bo'ladi. O'shanda ko'pgina akkauntlar sotiladi, beriladi, bonuslar bo'ladi. Shuning uchun meni doimo kuzatib boring, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Texnika beraylik. Alabaga bu videomizda ko'p tushmoqda. Mayli.
Hop, Holandning tezligi tushdi. Hop, ko'ksi 76 shot. 77 bo'ldi. Hop, fitness beramiz. Negadir bugungi videomizda g'alaba full holatga kelib qolsa ajablanmaysiz, chunki video boshidan beri David Alabaga asosan kuch yetirgichlarimiz tushyapti. Albatta bizda yetarlicha kuch yetirgichlar yo'q, lekin keyingi videolarga ko'proq qilib yana full holatga keltirishga harakat qilamiz, kuch yetiramiz. Sekin video qilib, qism qilib kuch yetirib boramiz. Endi yana texnika bersak ham bo'laveradi. Bukayo Saka 90 darajali reyting bo'ldi bitta. Ajoyib Bukayo Sakadan bemalol 6 ta 100 chiqarsak bo'laverar ekan. Yana omadli bo'lsa agar yana katta gapirib qo'ymay 6 ta deb fitness berib beramiz. Bukayo Sakaga ajoyib. Yaxshi ketmoqda Bukayo Saka. Bu videoda ko'p ham Robert Lewandowskining to'rt darajasiga tushmoqda. Bu videomizda ko'p ham bunaqa kuch yetirishlar ishlatmaymiz. Video cho'zilib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi qism, ikkinchi qism qilib bitta sizlarga taqdim etaman videolarni. Hop, ko'ksu yaxshi shu darajasiga tushmoqda. Hop, David Alabaning to'p nazorati 70 bo'ldi. Va texnika beramiz. Ko'ksu yana asosan bilgan masalan Ko'ksu Alaba Sakalarga qolgan futbolchilardan ko'proq tushmoqda. Menimcha biror marta Militao'ga tushmadi. Tushdi. Luis Diazga tushdi. Ronaldoga ham tushmoqda negadir. Biz pul holatga keltirishimiz kerak bo'lgan futbolchilarga negadir tushmayapti. Hop, mayli. Keyingi videolarimizda boshqa Chesney va Kelyor Navaslarni ham full holatga keltiramiz albatta. Mana bu yerga yashil kartali futbolchilarni to'ldirib tashlaganimizdan keyin, chunki bu borada bolalarni sotib yuborishimiz kerak. Keyin esa Kelyor Navas va boshqa Chesneylarni full holatga keltirishimiz mumkin. Demak, video davom etadi do'stlar. Yana bir ikkita kuch yetirgich sarflasak, yo'q, yana 5 ta texnika, 5 ta fitnessdan keyin videoni tamomlasak ham bo'laveradi. Demak, texnika beramiz. Robert Lewandowskining shot darajasi 97 bo'lib ketmoqda. Ajoyib. Do'stlar, video olinmoqda. Endi fitness bersak. Hoppa, Robert Lewandowskining kuch darajasiga tushdi. Fitness beramiz. Cristiano Ronaldoga mana yana bir bor kuch darajasiga tushmoqda. Fitnesslar berib boramiz birinchi. Mana yana David Alaba 77 tezlik. Erling Haalandning to'p nazorati 83. Texnika berib olamiz. Cristiano Ronaldoning shot darajasi 90 bo'lmoqda. Mana Eder Militao ham tushirgan-ku. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, chunki Robert Lewandowskining shot darajasi 98 bo'ldi.
bu videoda 100 qilib qo'ysak ajoyib bo'lar edi. Hop, yana bitta va yana bitta 90 chiqdi o'zi Sakadan. Aytdim-ku men sizlarga, Sakani o'z tarkibingizga qo'shib oling. Chunki bu ajoyib futbolchi, ajoyib tarzda kuchayishi mumkin. Va do'stlar, shu joyda videoni yakunlashga qaror qildim. Bu video birinchi, ikkinchi, uchinchi, 4-5 ga ham, 5 taqsimga ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, chunki bu qolgan qismlarni qanday kuchayishini o'tkazib yubormaslik uchun. Rahmat, sizlar bilan Dallas Mabo bo'ldi.